Mahallada birodarlar, assalomu alaykum. Ana ro'za kuniga qaramasdan hamma hasharga chiqdi. Mana may keldik. Muqimiy ko'chani ham tozalandi. Ahvolimizga chekimdaylar Fayzlar boshchiligida arz to'liq oldim. Bola chaqaylar ham eslab yuradi-da. Yaqira turaringlar. Mahmudjon akamga ham rahmat. Har doim. Domla so'z sizda. Gapirib boraylik-a? Ha. Assalomu alaykum. Mahalla ko'y. Ramazonlar bilan barchalarda Alloh taolo kuch-quvvat bersin. Tana joylarida Alloh taolo salomat qilsin. Mana shu mahallada bizdan oldin qancha insonlar o'tib ketdi. Asta-sekinlik bilan inson qarorgan, ularning o'rnini olamiz degandek. Shu mahallani obod qilib o'tgan Alloh taolo otalarimiz bor, onalarimiz bor. Alloh taolo hammalarga rahmat qilsin. Mana bugun bir chiroyli hasharga Ramazon kunida pokizalida ramzi iymonni ramzi degandek Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu bugun mana 24-fevral kuni katta bir hashar bo'ldi. Mana biz katta bir kanallarda tozalashgan qilgan ekan. Rahmat Fayzulloh, shu narsani ko'rib turgan bo'lsanglar, Alloh yangi mahallasizlar, shu ro'zani kunida oqsoqollarni nima qilib qo'ymasin, taliq qilmasin deb shu chiroyli xizmatlarni qilsalar, Alloh taolo xizmatinglarni zoya qilmasin. Alloh taolo xonadoninglarga tinchlik bersin. Alloh taolo barakot bersin. Rahmat mahalla ko'ydi nomidan barchalarga rahmat. Mana shu mahallalarga bosh bo'lib turgan Zokirjon aka, Alloh taolo sizga ishingizga baraka bersin aka. Rahmat. Hech bir inson qattiq gapirgiz kelmaydi. Mana oqsoqol Alloh taolo ishinglarga quvvat bersin. Alloh taolo xonadonlarga Alloh taolo barakotli amallar bersin. Alloh barchalarga rahmat. Kelar oy kelar shukrlarga Alloh barchalarimiz salomatlikka yetaylik. Tutgan ro'zalarimizni, ibodatlarimizni, xatmi Qur'onlarimizni Alloh taolo qabul qilsin. Bemallarni Alloh dardiga shifo bersin. Safarda qancha birodarlarimiz bor. Alloh safarlarni barakotli qilsin. Alloh o'ylagan maqsadlarni hosil qilsin. Mana Ramazondan keyin qancha odamlar shu Bishkeklarga, Olmatalarga, Qozog'istonlarga degandek, ya'ni ketishyapti. Alloh tijoratiga baraka bersin. Har bir xonadonga Alloh tinchlik bersin, xotirjamlik bersin. Bemahal o'limlardan, quruq tuhmatlardan, ofatlardan saqlab Alloh intiqolimizni Alloh ko'tarmasin. Alloh kamchiliklarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Mahmudjonaga bir chiroyli duo qilib qo'ying. Amin. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Payg'ambar alayhisalom aytganlardir, jamoatni lozim tutinglar degan. Shuning uchun jamoatni lozim tutganlar, rahmat, umringiz ziyoda bo'lsin, dunyo oxiratinglar obod bo'lsin. Kellarga ham sog' salomat mahalla ko'yimiz bilan sog' salomat, hammamiz zurriyotlar bilan sog' salomat yetishlikni o'zi nasib etgan. Domlalarimiz ham, elivashimiz, oqsoqollarga ham umriga, rizqiga baraka bersin. Bunaqa yaxshi ishlarda bosh bo'lib yuraversin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirat hasanatan va qina azoban. Domla chekimdagi bolalarga nima qilib qo'ying, duo qilib qo'ying. Chekdagi bolalar, Fayzulloh bosh, oqsoqollar bor. To'xtasin oqsoqol. To'xtasin oqsoqol birodarlarimiz bor. Alloh hammalarni qilgan xizmatinglarni Xudoyim zoya qilmasin. Hammalarni xonadonlarga tinchlik bersin, xotirjamlik bersin. Alloh taolo o'zi shunday bir ulug' kunlarda qilgan yaxshiliklarni Alloh o'zi baholasin. Hammalarni Alloh taolo intifoq qilib, ya'ni aldi mahallalardan bo'lishlikka Xudo nasib qilsin. Rahmatiga ya Alloh. Keldinglarmi sizlar ham? Malades. Baxtiyorjon boshchiligida Muqimiyni boshidan shu yerga davr tozalashib keldi yoshlarimiz. Rahmat hammalarga.